Bugun men juda muhim masalani tushuntirib beraman. Nega ayrim pensionerlar pensiyam kamayib qoldi deb aytyapti? Nega kimlargadir pensiyaga minglab so'm qo'shilgandek ko'rinadi? Kimlargadir esa atigi tiyin. Ya'ni juda oz miqdor qo'shilgan bo'lishi mumkin. Bu mavzu 2026 yildagi o'zgarishlar, qayta hisob-kitoblar, indeksatsiya, ish staji, ish haqi ustamalar va hujjatlardagi xatolar bilan bevosita bog'liq. Bu ma'lumot har bir oilaga tegishli. Chunki oilamizda ota-onamiz, bu bobolarimiz, qarindoshlarimiz orasida pensionerlar bor. Ba'zan odam pensiya tizimidagi bitta nozik jihatni bilmagani uchun oy o'ziga tegishli pulni kam olib yuradi. Shuning uchun videoni oxirigacha ko'ring, hoziroq kanalga obuna bo'ling, like bosib qo'ying va ushbu videoni pensioner yaqinlaringizga yuboring. Men eng avval bitta narsani aniq aytib qo'ymoqchiman. Pensiya masalasida odamlar ko'pincha faqat bitta raqamga qaraydi. Masalan, o'tgan oy 20 milyon 27 ming so'm tushgan edi. Bu oy 20 milyon 27 ming so'm tushdi, demak pensiyam kamaydi deb o'ylaydi. Yoki aksincha o'tgan oy 20 milyon 200 ming edi, bu oy 20 milyon 203 ming bo'ldi. Demak faqat 3 ming so'm qo'shildi deb xafa bo'ladi. Lekin pensiya to'lovi ichida bir nechta alohida qismlar bo'lishi mumkin. Asosiy pensiya, ustama, kompensatsiya, qo'shimcha to'lov, qarzdorlikdan ushlab qolish, ortiqcha to'langan summani qaytarish, aliment yoki ijro hujjati bo'yicha ushlanma, bank komissiyasi bilan bog'liq texnik ko'rinishlar, nogironlik yoki boquvchisini yo'qotganlik bo'yicha alohida hisob-kitoblar. Oldin ko'p odamlar pensiya summasini oddiy qabul qilardi. Davlat belgiladi, har oy tushadi, tamom. Lekin hozir tizim elektronlashgani sari har bir yil, har bir oy, har bir ish haqi, har bir hujjat tekshiriladi. Ma'lumotlar bazalaridagi farq, eski mehnat daftarchasidagi yozuvning noaniqligi, arxivdan ma'lumot topilmasligi, ish haqi spravkasidagi tafovut, ayrim yillarning stajga kirmasligi kabi holatlar pensiya miqdoriga ta'sir qilishi mumkin. 2026 yildagi o'zgarishlar deganda men tomoshabinlar tushunishi kerak bo'lgan asosiy yo'nalishni nazarda tutyapman. Pensiya hisob-kitoblar yanada aniqlashtiriladi. Elektron ma'lumotlarga ko'proq tayaniladi. Ayrim toifadagi fuqarolarning hujjatlari qayta ko'rib chiqilishi mumkin. Minimal to'lovlar, indeksatsiya va ustamalar bo'yicha tartiblar amaldagi qonunchilikka mos ravishda yangilanib boradi. Shuning uchun kimdir ko'proq qo'shimcha oladi, kimdir juda kam farq sezadi, kimdadir esa kamaygandek ko'rinadigan vaziyat yuzaga keladi. Oldingi tartibda ko'plab pensiyalar insonning taqdim etgan hujjatlari asosida belgilangan. Mehnat daftarchasi, ish haqi to'g'risidagi ma'lumotnoma, arxiv ma'lumotlari, harbiy xizmat, bola parvarishi, o'qish davri yoki boshqa davrlarni tasdiqlovchi hujjatlar. Agar hujjat bor bo'lsa, u ko'rilgan. Agar hujjat yo'q bo'lsa, ayrim davrlar hisobga olinmagan. Shu sababli ikki odam bir xil yoshda, bir xil joyda ishlagandek ko'rinsa ham, pensiyasi turlicha bo'lib qolgan. Hozir esa elektron baza muhim rol o'ynayapti. Masalan, ish haqi soliq organlarida aks etganmi? Korxona badal to'laganmi? Fuqaroning ish staji rasmiy ko'ringanmi? Bularning barchasi ahamiyatli. Agar odam 1990 yillarda yoki 2000 yillarning boshlarida ishlagan bo'lsa, lekin korxona yopilib ketgan bo'lsa, arxivda hujjat topilmasa, pensiya hisobida muammo chiqishi mumkin. Yana bir holat, odam mehnat daftarchasida ishlagan deb yozilgan, lekin ish haqi haqidagi ma'lumot tasdiqlanmasa, pensiyaga faqat staj sifatida kirishi mumkin. Ammo yuqori ish haqi sifatida ta'siri kam bo'ladi. Pensiya ko'payishida ham hamma bir xil natija olmaydi. Nega? Chunki pensiyaning boshlang'ich bazasi har xil. Kimningdir pensiyasi minimal darajaga yaqin bo'ladi. Kimdir uzoq yillar yuqori oylik bilan ishlagan bo'ladi. Kimdadir imtiyozli staj bor. Kimdadir nogironlik guruhi bo'yicha ustama bor. Kimdir urush qatnashchisi yoki unga tenglashtirilgan toifaga kirishi mumkin. Kimdir yolg'iz pensioner sifatida qo'shimcha yordam olishi mumkin. Shu sababli bir odamga 200 ming so'm qo'shilgandek tuyuladi. Boshqa odamga 12 ming so'm. Yana boshqasiga esa 2 ming so'm qo'shilgandek ko'rinadi. Men birinchi navbatda kimlar ehtiyot bo'lish kerakligini aytaman. Birinchi toifa pensiyaga chiqqanda hamma hujjatini to'liq topshirmaganlar. Masalan, odam 37 yil ishlagan, lekin pensiya tayinlanganda faqat 29 yili tasdiqlangan. Qolgan 8 yil bo'yicha arxivdan ma'lumot topilmagan yoki korxona tugatilgan. Bunday fuqaro men shuncha yil ishlaganman deb aytadi, lekin tizimda tasdiq bo'lmasa, pulga ta'sir qilmaydi. Agar 2026 yilda yoki undan oldin qayta murojaat qilib yetishmayotgan hujjatlarni topsa, pensiyasi oshishi mumkin.
aksincha oldin noto'g'ri kiritilgan staj aniqlansa, qayta hisobda kamayish ehtimoli ham paydo bo'ladi. Ikkinchi toifa norasmiy ishlaganlar. Masalan, fuqaro 25 yil bozor, qurilish, savdo yoki xizmat ko'rsatish sohasida ishlagan, lekin rasmiy ish haqi ko'rsatilmagan. Sug'urta badallari yoki soliq to'lovlari aks etmagan. Hayotda u ishlagan, charchagan, mehnat qilgan. Lekin pensiya tizimi uchun rasmiy tasdiq kerak. Shu sababli bunday odam pensiya yoshiga yetganda men 40 yil ishladim deydi. Hujjatda esa 20 yil ko'rinadi. Mana shu farq pensiya miqdorining past bo'lishiga olib keladi. Uchinchi toifa ish haqi ma'lumotnomasida xatolik borlar. Masalan, odamning 1994-2002 yillardagi oyligi yuqori bo'lgan. Lekin arxiv ma'lumotida ayrim oylar tushib qolgan. 1 yil to'liq, ikkinchi yilning 4 oyi yo'q, uchinchi yil noto'g'ri summada ko'rsatilgan. Natijada o'rtacha ish haqi pasayadi. O'rtacha ish haqi pasaysa, pensiyaning hisoblangan qismi ham kamayadi. Bunday holatda odam indeksatsiyadan ham kamroq foyda ko'radi, chunki asosiy baza past bo'ladi. To'rtinchi toifa pensiya bilan birga ishlayotgan pensionerlar. Ishlayotgan pensionerlarda ayrim hollarda qo'shimcha staj yoki badallar keyingi qayta hisob kitobga asos bo'lishi mumkin. Lekin odam men ishlayapman, demak har oy pensiyam oshishi kerak deb o'ylamasligi kerak. Odatda bunday oshish avtomatik bo'lsa ham, muayyan tartib va muddatlarga bog'liq. Agar ish beruvchi ma'lumotlarni to'g'ri topshirmasa, oylik rasmiy ko'rsatilmasa yoki shaxsiy identifikatsion ma'lumotlarda xato bo'lsa, qo'shimcha ta'sir sezilmasligi mumkin. Endi kimlar uncha xavotir olmasligi mumkin. Agar sizning pensiyangiz yaqinda tayinlangan bo'lsa, barcha hujjatlar elektron bazada to'liq ko'ringan bo'lsa, ish stajingiz, ish haqi ma'lumotlaringiz, pasport va JSHIR ma'lumotlaringiz to'g'ri bo'lsa, bank kartangizda yoki to'lov tizimida muammo bo'lmasa, unda pensiyaning keskin kamayib ketishi odatda kutilmaydi. Lekin baribir men har bir pensionerga kamida bir marta o'z pensiya hisob kitob varaqasini tekshirtirishni maslahat beraman. Birinchi misol, opa 62 yoshda pensiyasi 50 million 200 ming so'm edi. Davlat tomonidan umumiy oshirish yoki indeksatsiya bo'ldi deb tasavvur qilamiz. Opa menga 20 ming qo'shilishi kerak edi deb kutdi. Lekin kartasiga 1 million 215 ming so'm tushdi. U xafa bo'ldi. Nega faqat 65 ming qo'shildi? Sababi shundaki, uning to'lovida oldin vaqtinchalik kompensatsiya bo'lgan, keyin u boshqa tartibga o'tgan bo'lishi mumkin. Yoki oldingi oyda unga o'tgan davr uchun qarzdorlik qo'shib berilgan bo'lgan. Odamlar ko'pincha bir oydagi ko'proq tushgan summani doimiy pensiya deb o'ylab qoladi. Aslida doimiy pensiya alohida, bir martalik to'lov alohida. Ikkinchi misol. Aka 65 yoshda 40 yil ishlaganman deydi. Pensiyasi 20 million 500 ming so'm. Qayta tekshirishda ma'lum bo'ldiki, mehnat daftarchasida 6 yil yozuv bor, lekin korxona muhri noaniq, arxivda tasdiq yo'q. Agar bu 6 yil oldin hisobga kiritilgan bo'lsa, keyinchalik aniqlashtirishda savol tug'ilishi mumkin. Lekin aka arxivdan boshqa hujjat, eski buyruq nusxasi, ish haqi ro'yxati yoki guvohlik hujjatlarini topsa, stajni himoya qilishi mumkin. Shu yerda eng muhim gap, hujjat bo'lsa, huquq bor. Hujjat bo'lmasa isbotlash qiyinlashadi. Uchinchi misol. Bir pensioner ayolning pensiyasiga atiga 4 ming so'm qo'shildi. U boshqalarga 100 minglab qo'shildi. Menga nega shuncha oz deydi. Tekshirilganda ma'lum bo'ladi. Uning pensiyasi allaqachon minimal kafolatlangan darajaga qo'shimcha to'lov bilan yetkazib qo'yilgan. Ya'ni asosiy hisoblangan pensiyasi past, lekin davlat uni muayyan minimal darajadan past tushirmaslik uchun qo'shimcha to'laydi. Indeksatsiya faqat ayrim qismiga qo'llansa yoki qo'shimcha to'lov tarkibi o'zgarsa, umumiy farq juda kichik bo'lib ko'rinishi mumkin. Bu odamning haqidan mahrum qildi degani emas, lekin hisob kitob mexanizmini tushunish kerak. To'rtinchi misol. Bir kishi oldingi oyda 2 million so'm oldi, bu oy 1 million 750 ming so'm tushdi. U darhol pensiyam 250 mingga kamaydi deydi. Aslida oldingi oyda unga 3 oylik qayta hisobdan chiqqan farq qo'shib berilgan bo'lishi mumkin. Masalan, hujjat kechikib tasdiqlangan, pensiya yanvar oyidan qayta hisoblangan farqi martda tushgan. Keyingi oydan esa odatdagi yangi pensiya miqdori tushadi. Shu sababli bitta oyga qarab xulosa chiqarmaslik kerak. Kamida 3 oylik tushum tarixini ko'rish kerak. 5-misol. Pensioni bank kartasiga qaraydi. Pensiya kam tushgan. Lekin pensiya jamg'armasi hisobida to'liq chiqarilgan. Ma'lum bo'ladiki, pensionerda kommunal qarz, kredit, sud ijrosi yoki boshqa ushlanma bor. Ayrim ushlanmalar qonuniy tartibda amalga oshiriladi. Bu pensiya hisobining kamaygani emas,
balki pensiyadan ushlab qo'lingan summa bo'lishi mumkin. Shuning uchun odam bankdan kelgan SMS bilan cheklanmasdan to'lov tafsilotini so'rash kerak. Birinchi nozik jihat. Pensiyaning o'sishi hammaga bir xil pulda ko'rinmaydi. Masalan, oshirish foizda bo'lsa, 1 million so'mlik pensiyaga qo'shiladigan summa bilan 3 million so'mlik pensiyaga qo'shiladigan summa bir xil bo'lmaydi. Lekin minimal to'lovlar yoki ustamalar bo'yicha alohida tartib bo'lsa, past pensiyadagilar ko'proq sezishi, yuqori pensiyadagilar esa kamroq sezishi mumkin. Shuning uchun qo'shnimga Biktaqson 1000 qo'shildi, menga 6000 qo'shildi degan taqqoslash har doim ham to'g'ri emas. Ikkinchi nozik jihat. Bir martalik to'lovni doimiy pensiya deb o'ylamang. Agar sizga oldingi oylardan qolgan farq, kompensatsiya, ariza bo'yicha qayta hisob, bayram puli yoki boshqa yordam tushgan bo'lsa, keyingi oyda summa kamaygandek ko'rinadi. Lekin bu pensiya kesildi degani bo'lmasligi mumkin. Uchinchi nozik jihat, hujjatdagi bitta harf ham muammo chiqaradi. Masalan, mehnat daftarchasida ism Mavluda, pasportda Mavluda, lekin arxivda Mavluda deb yozilgan. Yoki tug'ilgan sana bir joyda 1949 yil, boshqa joyda 1960 yil. Yoki familiya turmushdan oldin boshqa, keyin boshqa. Bunday tafovutlar stajni tasdiqlashda muammo keltiradi. Ayollarda familiya o'zgarishi bo'yicha nikoh guvohnomasi, ajrim guvohnomasi, ism familiya o'zgargani haqidagi hujjatlar juda muhim. 4-chi nozikat, bola parvarishi, harbiy xizmat, o'qish, nogiron bolani parvarish qilish kabi davrlar ham ayrim shartlarda stajga ta'sir qilishi mumkin. Lekin odamlar bu hujjatlarni topshirmagan bo'ladi. Masalan, ona 3 nafar farzandni parvarish qilgan, lekin pensiya tayinlanganda bolalarning tug'ilganlik guvohnomalarini to'liq taqdim etmagan yoki erkak kishi harbiy xizmatni o'tagan. Lekin harbiy bilet nusxasi yo'q. Natijada staj kamroq ko'rinadi. 5-chi nozik jihat, falon odam shunday qilib oshirib oldi degan gaplarga ehtiyot bo'ling. Har bir pensiya ishi individual. Bir odamning 5 yillik staji qo'shilib, pensiyasi 300 ming so'mga oshishi mumkin. Boshqa odamda 5 yil qo'shilsa ham farq 3 ming bo'lishi mumkin. Chunki ish haqi bazasi, mavjud staj, pensiya turi, ustamalar va minimal kafolatlar har xil. 6-chi nozik jihat. Noto'g'ri ortiqcha to'lov ham keyin qaytarilishi mumkin. Ba'zan pensionerga xatolik bilan ortiqcha summa hisoblanadi. Keyin organlar buni aniqlasa, kelgusi to'lovlardan ushlab qolish masalasi chiqadi. Shunda odam pensiyam kamaydi deydi. Aslida avval ortiqcha to'langan pul bosqichma-bosqich ushlab qolinayotgan bo'lishi mumkin. Albatta bu holatda pensioner tushuntirish va yozma asos talab qilishga haqli. Endi eng muhim qismga o'tamiz. Agar siz yoki yaqinlaringiz pensiya kamayganini, juda kam qo'shilganini yoki hisob-kitobda adolatsizlik borligini sezsangiz, nima qilish kerak? Birinchi qadam, oxirgi 6 oylik to'lov tarixini yig'ing. Bank ilovasidan ko'chirma oling. SMSlarni saqlang. Naqd olgan bo'lsangiz, to'lov varaqalarini toping. Faqat bitta oyga qarab shikoyat qilmang. Chunki muammo doimiy kamayishmi yoki bir martalik farqmi, shuni aniqlash kerak. Ikkinchi qadam, pensiya jamg'armasining tuman yoki shahar bo'limiga murojaat qiling. Murojaatda shunchaki pensiyam kam deb yozmang, aniq yozing. Mening pensiyam 2026 yilning falon oyda falon so'm edi. Falon oyda falon so'm bo'ldi. Pensiya miqdorim qanday qismlardan iboratligi, qanday ustamalar qo'llangani, qanday ushlanmalar borligi va qayta hisob-kitob asoslarini yozma ravishda tushuntirib berishingizni so'rayman. Mana shunday yozsangiz, sizga umumiy gap emas, aniq hisob-kitob berishlari kerak bo'ladi. 3-chi qadam, pensiya ishingizdagi staj va ish haqi ma'lumotlarini tekshirtiring. Siz so'rashingiz kerak, menga nechta yil staj hisoblangan, qaysi yillar hisobga olingan, qaysi yillar kirmagan, pensiya hisobida qaysi davrdagi ish haqi olingan, minimal qo'shimcha yoki ustamalar qanday belgilangan. Ko'pchilik aynan shu savollarni bermagani uchun muammoning ildizini bilmaydi. 4-chi qadam, hujjatlarni yig'ing. Kerak bo'lishi mumkin bo'lgan hujjatlar, pasport yoki ID karta, tashkil ma'lumoti, mehnat daftarchasi, arxiv ma'lumotnomalari, ish haqi to'g'risidagi ma'lumotnomalar, harbiy bilet, diplom, farzandlarning tug'ilganlik guvohnomalari, nikoh yoki familiya o'zgarishi haqidagi hujjatlar, nogironlik bo'yicha TIEK xulosalari, vasiylik yoki parvarish bilan bog'liq hujjatlar, ish beruvchidan buyruq nusxalari, tabel yoki hisob-kitob vedomoslari. 5-chi qadam, arxivga murojaat qiling. Agar eski korxona yopilgan bo'lsa, uning hujjatlari davlat arxiviga yoki idoraviy arxivga topshirilgan bo'lishi mumkin. Arxivga yozma so'rov bering. So'rovda korxona nomi, ishlagan yillaringiz,
lavozimingiz, taxminiy bo'limingiz, o'sha paytdagi familiyangiz va manzilingizni yozing. Qancha aniq yozsangiz, ma'lumot topish imkoniyati shuncha yuqori bo'ladi. 6-qadam. Agar javobdan norozi bo'lsangiz, yuqori turuvchi organga murojaat qiling. Tuman bo'limi javobi tushunarsiz bo'lsa, viloyat boshqarmasiga, zarur bo'lsa, respublika darajasidagi mas'ul tashkilotlarga yozing. Murojaatni og'zaki emas, yozma yoki elektron shaklda qoldiring. Chunki yozma murojaatga yozma javob beriladi va keyin uni tahlil qilish mumkin bo'ladi. 7-qadam, hisob-kitobni mustaqil taqqoslang. Men pensionerlarga oddiy jadval qilishni maslahat beraman. Bir ustunga oylarni yozing. Yanvar, fevral, mart, aprel. 2-ustunga bankka tushgan summa. 3-ustunga doimiy pensiya. 4-ustunga qo'shimcha to'lov. 5-ustunga ushlanma. Shunda qaysi oyda nima o'zgargani ko'rinadi. Ko'pincha odam jadval qilgandan keyin muammo pensiyada emas, bir martalik to'lov yoki ushlanmada ekanini tushunadi. 8-qadam, telefon orqali aytilgan gap bilan cheklanib qolmang. Sizniki to'g'ri, hammaniki shunaqa, kutib turing degan javoblar yetarli emas. Siz aniq raqamlar bilan yozma tushuntirish so'rashga haqlisiz. Pensiya bu sadaqa emas, bu fuqaroning mehnati, staji va qonuniy huquqi asosidagi to'lov. 9-qadam, firibgarlardan ehtiyot bo'ling. Pensiyangizni oshirib beraman, arxivsiz hal qilib beraman. Tanishim bor deb pul so'raydigan odamlarga ishonmang. Pensiya faqat qonuniy hujjatlar asosida oshadi. Agar kimdir sizdan pul olib, soxta spravka tayyorlasa, ertaga bu sizga katta muammo bo'lib qaytishi mumkin. 10-qadam, 2026 yilda yangiliklar bo'yicha faqat rasmiy manbalarga tayaning. Ijtimoiy tarmoqlarda hammaning pensiyasi kamayadi. Faqat falon toifaga pul beriladi. Ariza yozmagan odam pul olmaydi degan vahimali gaplar ko'p bo'ladi. Har bir xabarni tekshiring. Rasmiy qaror, farmon, nizom yoki mas'ul tashkilot izohi bo'lmasa, darhol ishonmang. Bu savolga yakuniy javobni oddiy qilib tushuntiraman. Pensiya oshishi sizning hozirgi pensiya bazangizga, stajingizga, ish haqingizga, pensiya turiga, ustamalaringizga, minimal kafolatga, qayta hisob-kitob mavjudligiga va ushlanmalarga bog'liq. Kimdir uzoq yillar rasmiy ishlagan, yuqori ish haqi olgan, hujjatlari to'liq bo'lgan, qo'shimcha staji tasdiqlangan bo'lsa, unga sezilarli pul qo'shilishi mumkin. Kimdir hujjatlari to'liq bo'lmagani, asosiy pensiyasi minimal darajaga yaqin bo'lgani yoki qo'shimcha to'lov tarkibi o'zgargani sababli juda oz farq ko'rishi mumkin. Pensiya kamaydi degan holatda esa birinchi tekshiriladigan narsalar: oldingi oyda bir martalik to'lov bo'lganmi? Ushlanma bormi? Ortiqcha to'lov qaytaryaptimi? Bankdagi tushum to'liqmi? Pensiya ishi qayta ko'rilganmi? Hujjatlarda xato topilganmi? Shu savollarga javob topmasdan turib meni aldashdi yoki hammaning pensiyasi kesildi deyish noto'g'ri bo'ladi. Bugun men sizga pensiya kamaygandek ko'rinishning asosiy sabablarini, 2026 yilgi o'zgarishlar fonda nimalarga e'tibor berish kerakligini, kimlar xavotir olishi kerakligini va qanday hujjatlar bilan o'z huquqingizni himoya qilishingiz mumkinligini tushuntirdim. Eng muhim maslahat: raqamlarni tekshiring. Yozma izoh so'rang. Staj va ish haqi ma'lumotlaringizni nazorat qiling. Arxiv hujjatlarini izlang va og'zaki gaplarga ishonib qolmang. Agar sizda ham pensiya kamaygan, juda kam qo'shilgan yoki hisob-kitob tushunarsiz bo'lgan holat bo'lsa, kommentariyada yozing. Qaysi oyda qancha edi, qaysi oyda qancha bo'ldi, qanday tushuntirish berishdi. Men keyingi videolarda eng ko'p uchrayotgan vaziyatlarni alohida tahlil qilib beraman. Videoga like bosing, kanalga obuna bo'ling va bu ma'lumotni ota-onangiz, bu bobolaringiz va barcha pensioner tanishlaringizga yuboring.